Agar men dunyoni ko'rishni istaganimda, o'zim yoqtirgan artist Jaloliddin Ahmadaliyevni ko'rgan bo'lardim. Juda qattiq ta'sirlandim. Chunki men qattiq so'ragandim Xudodan, yo Xudo Jaloliddin bilan uchrashishni o'zing nasib qilgin deb. Men tunasan tan olaytaymi? Mendan zo'r aytar ekan. Yosh bo'lsa ham. Agar tayyorlamaganimda kim biladi, tutilib qolishim ham mumkin edi. Shuning uchun ham qattiq tayyorlanmasa bo'lmas ekan. Yüreğim geçer, özledim gitti. Süyegim geçer, özledim gitti. Beni şu hayatta tüketip gitti. Kaçma, kaçma. Assalomu alaykum yana bir bora. Zerikkan shashtilar turibsizlarmi? Bu yigitni taniyapsizlar ba'zan. Dunyoni ko'rishni istaganda birinchi o'rinda nimani ko'rishni istagan bo'lasiz? Agar men dunyoni ko'rishni istaganimda, o'zim yoqtirgan artist Jaloliddin Ahmadaliyevni ko'rgan bo'lardim. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda katta san'atkor bo'lmoqchiman. Sizga qaysi qo'shiqlar yoqadi ko'proq? Shu Jaloliddin Ahmadaliyevning qo'shiqlarini yoqtiraman. Hech uchrashganmisiz? Yo'q. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'i Jaloliddinni? Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im bergan ozorlaring yetmasmi degan qo'shig'i bor. Aytib berasizmi? Mana shu bu kinoga turga olishyapti kelib, sirli mehmonimiz bor, duetdoshim bor deyapman. Har xil taxminlar ko'rishyapti. Aslida sirli mehmonim, sirli duetdoshim ana shu kishi bo'ladi. Jahongir ismi. Samarqandlik, ovozi nihoyatda go'zal. Hech qayerda o'qimagan, tug'ma talant. Bir duet aytamiz endi. Avvalambor barchaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan uchrashganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalambor Samarqanddan Toshkentga juda ham alangali salom kelgan mehmonlarga. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barcha qilayotgan ishlarimizni, tashvishlarimizni Alloh aritsin. Birga o'zi yoshligimdan Jaloliddin akamiz bilan uchrashishni qattiq bir orzu qilardim. Endi ilk e'tiborimin dili tanishgan kishimlar. Hozir boshidan sog'indim degan qo'shiqni boshidan Jaloliddin akamiz o'zlari boshlab beradilar. Gulroz g'azallarimiz bilan. Senga bo'lgan xonadim So'ngga qarab qoldim Ben senga yurak qilmoqda Bugun seni juda sog'indim
hayalini sog'indim. Sovg'a bor ekan sizga taqdim. Biz ichkarida birinchi ko'rishdiklar bu yigitlar bilan, Jahongir bilan. Hamma to'xtatib tashyapti gapni. O'zi aslida gaplashib o'tirsa ham ancha-muncha katta odamlardan ko'proq aqliroq gaplar chiqargan bu yigitlar. Biz maqomga maromga qo'yib tashyapti. Вообще hech kim to'g'rimagan. Dahshat. Havas qilib shu uchun chaqirdik bu yigitni. Qanchaylar bo'lsin bu yigitimizga. Ilohi Alloh shifo bersin ko'zlariga. Omon bo'lsin. Jahongirjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, omonmisiz? Ha, rahmat. Sizni tabriklayman orzungizga yetganingiz bilan. Kattakon rahmat. Qandoq bo'ldi? Mana 11 yoshda hamma ham Drujbada, Xalqlar do'stligi san'at saroyida Yakkaxon konsert dasturida qo'shiq kuylash hammaga ham emas. Juda ham zo'r va hammasizni olqishlab, guldiroz davomli qarsaklar bilan qabul qildi. Taassurotlaringiz qanaqa? Bundan taassurotim shundayki, kim Xudoga duo qilsa albatta ijobat qilar ekan. Juda qattiq ta'sirlandim. Chunki men qattiq so'ragandim Xudodan, yo Xudo Jaloliddin bilan uchrashishni o'zing nasib qilgin deb. Keyin yana bir taassurot borki, qattiq biror orzuga yetishmoqchi bo'lsangiz, orzu uchun o'sha uchun harakat ham qilish kerak ekan. Agar harakat qilmasangiz, o'sha orzuga yetishmasangiz, o'sha orzungiz bir tim bo'lib qolar ekan, harakat qilmasangiz. Men ham uyimda tayyorlandim, duet aytib, qo'shiq aytib tayyorlandim. Agar tayyorlamaganimda kim biladi, tutilib qolishim ham mumkin edi. Shuning uchun ham qattiq tayyorlanmasa bo'lmas ekan. Qattiq tayyorlanish kerak ekan o'sha orzu uchun. Rahmat. Tabriklayman yana bir bor. Endi o'zingiz haqingizda ham qisqacha ma'lumot bering. Nimalarga qiziqasiz? Orzularingiz nimada? Qayerda o'qiysiz? Men ko'proq musiqaga qiziqaman, musiqa fani bilan ona tiliga qiziqaman. Keyin texnologiya, shu uchala fanni eng ko'p yaxshi ko'raman. Orzular qanaqa? Orzularim kelajakda katta maktab ochish, keyin katta konsertxona qurdirish. Katta san'atkor bo'lish kabi orzularim bor. Xudo xolisa. Mana hozir 11 yoshda ekansiz. Chin dildan niyat qilamiz, orzu qilamiz, Xudo xolasa katta san'atkor bo'lib, Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert dasturlarida, Yakkaxon konsert dasturlarida taqdim qilish oldidan va o'sha vaqtda ham intervyu qilish nasib etsin bizga. Rahmat, katta. Ismim Feruz Muhammad, eslab qoling. Katta. Xudo xolasa mana shu lavhalarni o'sha payt ko'rsatish menga nasib etsin. Rahmat, katta. Rahmat sizga, joningiz omon bo'lsin. Hammalaringizga Rahmat kattakon. Rahmat. Bu safar ham o'zingiz uchun 6 ta konsert 6 xil o'tyaptimi? Ha. Eng mana o'zingizni o'sha maza qilgan kuningiz qaysi kun bo'ldi? Va nima sabab? Sabab nima edi?
5-kun demak, eng yoqqani. Ha, Ota-onasi chunki- kelgani uchun. Ha, ota-onam kelganlari uchun birinchidan. Keyin haligi Samarqand Jahongir degan yigichamiz keldi. O'zi xursand qildi bizni. Juda ham ma'noli gaplar, juda ham aqlli gaplar. Ancha gaplashib, faqat suhbatdosh yigit ekan o'zi asli. Sahnaga olib chiqdik. O'sha xursand bo'ldik. Ijrosidan mana Jahongir bilan biz ham intervyu qildik-da. Aynan endi fikringiz qiziq, ijrosi qanaqa ekan? Men Qay darajada yoqdi? aytaymi? Ha. Mendan zo'r aytar ekan. Yo'q. Yosh bo'lsa ham. Ha. Yo'q, u degani haligi nima desam bo'ladi? Mendan zo'ramki, haligi joyini joyiga qo'yishlari. Bor-ku. Misol uchun men joyini joyiga qo'yib aytaman-da. Demak, urg'uni to'g'ri berar ekan. Ha, urg'uni to'g'ri berib aytar ekan. Ana shu tomonlama aytyapman. Qayerga yurak berish kerak, dard berish kerak. Yo, u-ku mayli, u haligi misol uchun qonunini bilar ekan, qoidasini bilar ekan. O'sha qo'shiq aytishdi, qoidasini bilar ekan, lekin u qolmagan ekan hech qayerda. Uyiga ham. Qoyil qoldim. To'g'ri.